Masalaga video qiziqroq bo'lishi uchun buni yuragini ko'rsataman. Bitta like bosib qo'yinglar akalar. 1.5 motorda TT04 turbinalarda hamma narsasi haydash hiylaga tayyor. Standart motorda Porsche'lari ham standart 80 kg turibdi. Mashina haydash hiylaga tayyor. To'g'ri ko'rdinglar, motor tomonlama hech qanaqa ish yo'q. Balonlarni qaranglar. Silik diskalarda navorotlari ketma-ket ko'rsatib boraman. Sizlar like bosib qo'ysizlar. Salonga kelamiz. Salon polni tikilgan, polkoshk sidinalarda rullar OMP rulladan taqib qo'yibdilar. Tablolarimiz petnashga tabloli. Kulisalar bu yoqda, qaranglar. O'zi bu yoqda bo'ladi, shugulida. Bu yoqqa o'tkazilgan. Doim payplari tushunadigan odamga jo'natsanglar, bu narsani yaxshi tushunadi. Hech qatga tegmasligi uchun, rulovoylarga tegmasligi uchun bu yoqdan olib o'tib ketilgan ekan. Mashina haydash hiylaga tayyor, Evacor poliklari bor. Hiylaga tayyor. Nexia zamoglarda polni trassalari 63. Kimga qiziq bo'lsa, mashinamiz sotiladi. Narxi OLXda ko'rdim. Bu anchadan beri turgan mashina, ko'rgan bo'lsanglar, 5,5 ming, 5 ham qilishgan mashinani like bosib qo'yinglar. $4,300 gaplashib qo'ydim. Turbina motor dokumentlari bor okalar. GAI tomonlama hech qanaqa qonunbuzarlik, hech qanaqa bo'lmaydi. Motorning atseklarimiz yana bir bor ko'rsatamiz. Like bosib, turbina motor 011 qidirib yurgan o'rtog'inglarga srochni jo'natib qo'yamiz.